Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali obunachilari. Bugungi videomizda do'konimizdagi barcha mebellarimizni narxlari bilan sizlarga to'liq tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Barcha mebellarimizdan xudo xolisa keng assortimentda do'konimizda mavjud. Bemalol do'konimizga kelib yokida telefon orqali zakaz bersanglar bo'ladi. Bizda yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Vodiy viloyatlariga ustanovkasi ham bepul bo'ladi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib zakaz qilsanglar, chiroyli holatda xudo xolisa yoqtirgan mebellarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Video boshlanishidan like bosib, yaqinlarga jo'natib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, barchaga manfaatli bo'ladi. Siz tufayli biror bir yaqiningiz, tanishingiz mebelni ustani o'zidan xarid qilishi mumkin bo'ladi. Do'konimizda barcha ishlarimizdan keng assortimentda mavjud. Barcha ishlarimizdan tayyor holatda, upakovka holatida ishxonamizda yetarli darajada bor. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, bizga zakaz qilsanglar bo'ladi. Chiroyli holatda, sifatli qilib uylarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Bemalol telefon qilib zakaz bersanglar bo'ladi. Hozir birinma-ketin ishlar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Birinchi yotoqxona to'plamimiz ko'rib turganinglardek Shohona 2025 nomli modelimiz bo'ladi. Bu modelimiz Krashinli MDF dan tayyorlanadi. Razmerlariga keladigan bo'lsak, spalnilarimiz 270 ga, uzunligi 260 joyda egallaydi. Shkaflarimiz 240 ga, balandligi 218 sm joyda egallaydi. Trimollarimizga keladigan bo'lsak, 1,5 metrga, balandligi 180 sm joyda egallaydi. Krashinli MDF dan tayyorlanadi. Turetskiy kraskalar sepiladi. Xudo xolisa sifatlari yaxshi holatda, o'zini mana bunaqa pufichchalari ham qo'shib beriladi. Bu ishimizni narxiga keladigan bo'lsak, 8.800.000 so'mga O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz mutlaqo bepul. Vodiy viloyatlariga ustanovkasi ham bepul holatda chiroyli qilib uylarga olib borib o'rnatib beriladi. Keyingi modellarimizdan hozir keyingi yotoqxona to'plamimiz ko'rib turganinglardek Yulduz modeli. Bu Yulduz modelimiz rossiyskiy laminatdan tayyorlanadi. Shkaflari razmerlari 2,5 metrga, balandligi 210 sm bo'ladi. Trimolarimiz 140 ga, 175 sm joyda egallaydi. Spalnilarimizni ham ko'rsanglar bo'ladi. Mягкий qilib ishlangan, bosh va oyoq tomonlari mягкий qilib ishlanadi. Tagida kapot mexanizmi ham mavjud. Tumbalariga keladigan bo'lsak, tumbalari ham chiroyli dizaynlarda tayyorlangan bo'ladi. Bu modelimizni oynalari sensorli holatda 3 xil svetda yonadi. Shkafning ichlarida seyflari ham mavjud bo'ladi. To'liq video obzorini YouTube kanalimizga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. To'liq ma'lumot berilgan. Barcha mexanizmlari dauchik vakuum mexanizmlaridan foydalaniladi. Bu mebelimizning narxi 8.800.000 so'm. Dastavkamiz O'zbekiston bo'yicha bepul. Vodiy viloyatlariga ustanovkasi ham bepul holatda olib borib o'rnatib beriladi. Keyingi yotoqxona to'plamlarimizni tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Bir kishilik komplekt so'raydigan mijozlarimiz uchun ko'rishinglar mumkin. Chiroyli holatda, high-tech fasonda tayyorlab qo'yilgan rossiyskiy laminatdan PVX kromka bo'ladi. Barcha detallari chiroyli holatda kombinatsiya qilingan, sariqqa maloshnik qilib, matraslari ortopedskiy yaxshi matrasdan bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Razmerlari spalnimiz 95 ga, uzuniga 215 joyda egallaydi. Trimolarimiz 1 metrga, balandligi 160 sm bo'ladi. Shkafimiz razmeringizga qarab o'zgaraveradi. 90 sm dan 180 sm gacha holatda bo'ladi. Bu shkafimiz 135 ga, balandligi 210 sm da bo'ladi. Shu ko'rib turgan bir kishilik to'plaminglar 4 million so'mga
dastavkasi Andijon shahar ichiga bepul, boshqa viloyatlarga kelishilgan holatda yetkazib beriladi. Yakkali ispanlilarimiz jupi 3 million so'mga Andijon shahar bo'ylab dastavkamiz mutlaqo bepul bo'ladi. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda yetkazib beramiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Nalichida tayyor bor. Keyingi yotoqxona to'plamimiz 001 Cappuccino modelimiz. Ko'rishinglar mumkin. Bu ishimiz ham Krashinni MDF dan tayyorlangan bo'ladi. Ranglari ham o'ta chiroyli holatda, mudasi o'lmaydigan ranglardan foydalanilgan. O'zini podsvetkalari ham mavjud. Shkaflari kupeli holatda, kalta va uzun kiyimlarga mo'ljallangan. Razmerlari shkafimiz 2,5 metrga, balandligi 215 cm joyda egallaydi. Spanligimiz 280 ga, uzunasiga 250 joyda egallaydi. O'zini mana bunaqa sofalari ham mavjud. Trimoyimizga keladigan bo'lsak, 1,45 ga, balandligi 1,85 razmerda bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 9 million 800 ming so'mga O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bepul bo'ladi. Vodiy viloyatlariga ustanovkasini ham ichida qilib, chiroyli holatda uylarga o'rnatib beriladi. Bemalol aloqaga chiqib, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib zakaz bersanglar bo'ladi. Keyingi modelimiz Jupiter nomli modelimiz bo'ladi. Bu ishimiz ham high-tech ko'rinishda tayyorlangan rossiyskiy laminat va MDF kombinatsiya qilingan ishimiz bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, oynalar sensorli yonadi. Taylarida kapot mexanizmlari ham mavjud. Mo'yshin materiallardan ishlangan yumshoq joylari. Shkaflarning razmeri 240 ga, balandligi 213 cm joyda egallaydi. Spanligimiz bo'ladigan bo'lsa 280 ga, uzunligi 215 razmerda joyda egallaydi. Trimolarimiz keladigan bo'lsa, trimolarimiz 1,40 ga, balandligi 1,75 cm joyda egallaydi. O'zini tumbasi bo'ladi komplekt ichida. Bu modelimiz narxi 9 million 800 ming so'm, dastavkamiz O'zbekiston bo'yicha bepul. Vodiy viloyatlariga ustanovkasini ham bepul holatda chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Keyingi yotoqxona to'plamimiz Globus modelimiz bo'ladi. Bu modelimiz ham klassika va high-tech aralashmasida chiroyli holatda tayyorlangan Krashinni MDF dan tayyorlangan bo'ladi. Mexanizm va matraslari aytib o'tilgandek yaxshi matrasdan qo'yiladi. Mexanizmlari ham vakuum Dauchi mexanizmlardan bo'ladi. Oynalar sensorli 3 xil svetda yonadi. Podsvetkalari ham bor mavjud. Razmerlariga keladigan bo'lsak, trimoyimiz 1,40 ga, balandligi 1,75 cm joyda egallaydi. Spanligimiz 3 metrga, uzunligi 2,65 razmer joyda egallaydi. Shkafimizga keladigan bo'lsak, 270 ga, balandligi 220 joyda egallaydi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 12 million so'm. Dastavkamiz O'zbekiston bo'yicha mutlaqo bepul. Vodiy viloyatlariga ustanovkasi ham bepul holatda bo'ladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib zakaz qilsanglar bo'ladi. Keyingi yotoqxona to'plamimiz Istanbul modelimiz bo'ladi. Bu modelimizni rossiyskiy laminatda sariqqa qora kombinatsiyasida ishlangan. 100% pix kromka, vakuum Dauchi mexanizmlardan foydalanilgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Podsvetkalari chiroyli holatda qilingan. Shkaflari ham kupeli va ikki yonboshlari polkadan iborat bo'ladi. Razmeriga keladigan bo'lsak, trimoyimiz 1,35 ga, balandligi 1,80 cm joyda egallaydi. Spanligimiz 2,75 ga, uzunasiga 2,15 cm joyda egallaydi. Shkaflarimizga keladigan bo'lsak, 2,30 ga, balandligi 2,15 cm joyda egallaydi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 7 million 800 ming so'm. Dastavkamiz O'zbekiston bo'yicha bepul holatda chiroyli qilib yetkazib beramiz.
Tepadagi videolarda aytib o'tilgan narxlar xudo xohlasa taqalgan bo'lish narxlari barchaga qulaylik maqsadida shu sexdan chiqish narxlarini aytib o'tyapmiz. Bemalol aloqaga chiqib xarid qilishinglar mumkin. Chiroyli holatda sifatli qilib ishlaringizni bitirib berishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmasdan kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yinglar. Xudo xohlasa bundan zo'rlarini qulay narxlarda sizlarga chiqarishda davom etamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib zakaz qilsanglar bo'ladi. Xizmatinglardamiz. Bemalol telefon qilib yoki do'konimizga kelib xarid qilishinglar mumkin. Barchanglarni kutib qolamiz.